Xitayning Uyg'ur nopusini kontrol qilish uchun vaksina ishlab chiqarayotganligi va Uyg'ur ayollarga vaksina emlash faoliyatini yo'lga qo'yganligi o'tirg'a qo'yildi. Xitoy kommunist hukumati Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon turli usullar bilan Uyg'ur nopusining ko'payishini tizginlab keldi. Hatto yaqinqi yillarda Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon ayollarni majburiy tug'mas qilib o'tish qatorliq rezil vositalarni qo'llandi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Urumchi, Qumul, Tarbag'atay, Turpan, Oqsu va Qashqar viloyatlarida ayollar kasalliklari va rak kasalligining oldini oladiganligi ilgari surilgan Xitoyda ishlab chiqarilgan bir vaksinani emlash faoliyati qanot yaydirilgan bo'lib, bu vaksina 9 yosh bilan 45 yosh orasidagi ayollarga ishlatiladigan bo'lib, bir qitimliq emlash haqqi 329 yuan ekan. Har bir kishining kam deganda 2 qitim ishlatish kerakligi tavsiya qilingan. Amerika Savdo ministerligi o'tgan oyda e'lon qilgan 33 Xitoy shirkati va organiga qaratilgan İmbargolarning 5-iyundan boshlab kuchga ega bo'ladiganligini bildirdi. Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratilgan bostirishlar, kollektiv qirg'och qurollar va Xitoy armiyasi bilan munosabati bor deb qaralgan shirkatlar va organlar Amerika Savdo ministerligining qora tizimligiga kirgizilgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi bo'lsa, Uyg'urlarga aloqador bu qarorni Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik deb ayblagan edi. Qora tizimlikka kirgizilgan shirkatlarning Amerika mahsulotlarini sotib olishi, shundaqla Amerika texnikasidan foydalanib, chet ellarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olishi cheklamaga uchraydi. Amerika prezidenti Donald Tramp agar Amerika dengiz mahsulotlariga tاموژنا bejini azaytmasa, Yevropa ittifoqi va Xitoyga texmi ko'p boj qo'yishi mumkinligini aytdi. Tramp Mayni shtatida ziyoratda bo'lganda, yumaloq ustal yig'inda dengiz mahsulotlari sanoati mas'ullari bilan ko'rishdi. Tramp Yevropa ittifoqining Amerika dengiz mahsulotlariga qo'ygan tاموژنا beji masalasiga qarata mundaq dedi. Agar Yevropa ittifoqi bu bojni azaytmasa, biz Yevropa ittifoqidan kelgan mashinalarga tاموژنا beji qo'yib vaziyatni tangshaymiz. Tramp yana agar Xitoy Amerika dengiz mahsulotlariga tاموژنا bejini azaytmasa, biz bu davlatdan kelgan mahsulotlarga yangi tاموژنا beji qo'llanamiz dedi. Braziliya matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, 10 yil prezident Jair Bolsonaro avomning Braziliyada yuz berayotgan ishlar to'g'risida chet eldan fikr elishining hojati yo'qligini bayon qilib bundoq dedi. Amerika Duniya sەھىيە tashkilotidan chekinib chiqdi. Biz bu xizmatni ishlayapmiz. Yo Duniya sەھىيە tashkiloti ideyaviy tarafsiz xizmat qiladi, yo biz bu tashkilotdan chekinamiz. Amerika prezidenti Donald Trump mayning oxirida Xitoyning Duniya sەھىيە tashkilotiga hukmronlik qilganligini bayon qildi va bu tashkilotning islohot talabini qondirilmaganligini bahona qilib, Amerikaning Duniya sەھىيە tashkiloti bilan bo'lgan munosabatini uzganligini e'lon qildi. Lìۋىيەدە Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından e'tirof qilingan va Turkiyaning qo'llashiga erishgan Tripolda turishliq milliy yarish hukumati OMH qismlari general Xaftėrdining poytaxt atrofidagi eng oxirgi mudofaa qo'rg'onini egalladi. Poytaxt Tripoli atrofidagi Xaftėrdining eng oxirgi qal'asi deb atalgan Tarxona shahri hukumat qismlarining kontroliga o'tdi. Tripolning sharqi janubidagi tog' bag'riga selingan bu bozor Xaftėr qismlarining poytaxtini egallash uchun 14 oy elib borgan hujumlari uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan.